Ha, qanaqa? Ukangiz ham ertalab ro'zg'orlik qilib kelaman deganlarcha hali kelganlari yo'q, kutib turibmiz. Alo. Alo, aka. Ha, Sinem, yaxshimisan? Nima bo'ldi? Hal qildingizmi? Ertaga tug'ilgan kunim. Ha, xavotir olma, Sinem. Hammasi joyida bo'ladi. Bir amallaymiz. Ko'ngling xotirjam bo'lsin. Tog'oralarni ham durustroq qilib kelinglar. Tag'in ko'chani arzongarov shirig'idan ko'tarib kelmanglar, ha? Xo'p. Xo'p, Sinem. Aytdim-ku, xotirjam bo'l. Hammasi joyida bo'ladi, yes bo'ladi. Xo'p. Xo'p. Xo'p, salom de. Xo'p. Xo'p, so'rab qo'y. Xo'p. Mulla aka, kechagi masalani qanaqa yo'lini topdingiz? Axir sizlarda ham, bizda ham pul yo'q. Maoshimgacha qarz oldim. Ish qilib Sinem aytgan narsalariga yetsa bo'ldi. Kechirasiz, bir gap aytsam xafa bo'lmaysizmi? Bemalol, mayli. Shu ortiqcha sarf xarajatlarni nima keragi bor? Axir singillarimizni hamma narsasi bor. O'zimiz zo'rg'a kun ko'rayotgan bo'lsak, endi